Uchqunaga Qorasuv 6, Mirzo Ulug'bek Qorasuv 6 ga kelganman. Shu yerda 2 xona, 4-etaj, o'zi 5 etajli dom. Mana dom, yangi domlar bular. 5 etajli, mana ko'rib turganlaringdek, 4-etajda 2 xona chiqqan, ichidagi narsalar bilan endi remonti unaqa zo'r emas, sredniyroq. Mana Mahmud mahalliy idorasimi, shunaqa bo'lsa kerak. Atroflar zo'r, bozorchi bir qadam oldida, maktab, bog'cha, atroflari zo'r. Mana mashina qo'yadigan joylari ham bemalol. Hozir seni tepaga chiqib ko'rsataman. Mana eshigidan kirish bo'ldi. Mana bu o'zini stroying qilaman desanglar joylari bor. Yo, spalni, santexnikani polni almashtirishgan, romlar almashgan. Endi buni olib turib chiroyli remont qilib olish kerak. Mana uy keng, fayzli, remontani bo'lmasa ham yaxshi uy. Shundan olib buni ijaraga qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Tarixga tushgan, lekin devori qalin joylashgan, romlar almashgan, mana batareyalarni, santexnikani hammasini almashtirish kerak ekan. Pollar taxta pol, o'zini gurston, g'irchillagan pollar bo'libdi mana. Bu yog'imizni vanna xona. Shundan olib turib ijaraga qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Bu yoq o'zi oshxona bo'lgan tegi, oshxonani balkonga olib chiqishgan. Balkon 2 ga 6 mana. Katta balkon, tapchalari ham bor. Joylashgan joyi shu aytganimdek zo'r joylarda. Mana atroflari ham tinch, maktab, bog'cha, hamma narsalari bor. Xullas, egalari narxini 63,5 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtirilgan joyligi bo'ladi. Bemalol o'zligi nomerlarini qo'yib beraman, aloqaga chiqinglar, olinglar. Tamom, sog' bo'linglar.